joylarida emas. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Xizmatchi.uz jamoasi bloger va jurnalistlar uchun ochiq eshiklar kuni munosabati bilan Guliston shahar hokimligida bo'lib turibmiz. Hozir biz Guliston shahar hokimi o'rinbosari Jamshid aka Xolmuhammedov bilan suhbat yuritamiz. Assalomu alaykum. Sizga bir nechta savollar berib o'tsam, xalq xizmatidagilar oiladan ajralib qoladi. Siz kasb tanlashda bunda afsuslanish bo'lganmi hech sizda? Va alaykum assalom. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Kasb tanlash deganda bu umr faoliyatini ham tanlash deganday bir tushunchamiz bor. To'g'ri, oilamizga ayrim paytlar vaqt ajratishimiz kamroq bo'ladi, lekin bitta narsani baralla aytishim mumkin. Kasb tanlashda adashganim yo'q va o'zim xohishim bilan bu kasb tanlaganman, chunki xalqimiz uchun xizmat ko'rsatish, xizmat qilish bu har bir fuqaromizning burchi deb hisoblayman. Bu bo'yicha oilamiz ham bunga juda tushunadi va juda oilamiz ham ko'nikkan o'zi. Bundan hech qachon afsuslanmaganman va xursandman. Rahmat kattakon. Keyingi savolim. O'tgan haftada sizlar Xitoy safarida bo'lib qaytdingiz. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, investitsiyani jalb qila olmagan tuman, shahar hokimlari va o'rinbosarlari safar xarajatlarini qaytarayotgan ekan. Guliston shahrida ham hech shunday bo'lganmi? Yo'q, hokimligida. Guliston shahar hokimligi ham xuddi shunday viloyat hokimi boshchiligidagi Xitoy Xalq Respublikasiga amalga oshirilgan rasmiy delegatsiya tarkibida men ham ishtirok etdim va u yerda investitsiya forumlari va investitsiya tadbirlarida ishtirok etib, investorlar bilan uchrashuvlarda ishtirok etib keldik. Bizda bu holat kuzatilmagan. Borib Xitoylik investorlar bilan juda ko'p uchrashuvlar tashkil qildik. Xususan viloyat hokimimiz boshchiligida katta investitsiya forumlari tashkil qilindi. Bu bo'yicha O'zbekistonimizga va xususan bizning viloyatimizga xitoylik investorlarni qiziqishi juda baland. Sababi oddiy misollar aytishim mumkin. Har bir forum doirasida, investitsiya forumi o'tkazilgandan keyin B2B, GTB tadbirlar o'tkaziladi. O'shanda men o'zim atrofimda yolg'on bo'lmasa 50 dan ortiq Xitoy investorlari o'rab olishdi va har biri bilan alohida gaplashdik. Yonimda 50 tadan ortiq tashrif qog'ozim, vizitkam bor edi. Har biri olishga qiziqib, shtobi bir-birimiz birga aloqamiz kuchayishi maqsadida o'sha 50 ta qolmadi. Bu bundan tashqari mendan boshqa tuman hokimlar o'rinbosarlari va boshqa tuman hokimlari ham bor edi. Har birining oldida xuddi shunday 50 ta, kamida 50-30 tadan xorijiy investorlar, xitoylik investorlar bor va ular bilan juda qalin va samimiy aloqalarni o'rnatganmiz. Juda ham xursandmiz. Bu davlatga va davlatni xalqiga o'zingizda bor yana nimani bergan bo'lardingiz? Zero vaqtingizni berib bo'ldingiz. Endi avvalasi bir narsaga Xudoga shukr qilishimiz kerak. Muhtaram prezidentimiz boshchiligida amalga oshirilayotgan bu hozir yangi siyosatlar, yangi islohotlar bitta narsaga xursand bo'lib aytishimiz kerak. O'zbekistonimizda doimo tinchlik hukmron suradi. Shuning uchun bu xalqimizga meni jonim hozircha kerak emas. Xudoga shukr, tinchlik zamonida, tinchlik davrida ishlayapmiz. Bu xalqqa bor vujudimiz bilan, bor intellektimiz bilan, bor aqlimiz bilan, bor kuchimiz bilan mehnatimizni bera olishga tayyorman. Va yana bitta savol bersam sizga. Xitoy safarida qanday yo'nalishda hamkorlik yo'lga qo'yildi va qancha mablag' investitsiyani jalb qilish uchun shartnoma imzolandi? Hozirgi kunda Guliston shahrimizda dastlabki kelishuvlarga asosan 104 million dollarlik 5 ta loyihamizni amalga oshirishga kelishib oldik. Buni birinchi asosiylari bu tekstil korxonalarimiz. Chunki bizda Guliston shahrimizda tekstil sohasi rivojlangan. Shu sababli xorijiy o'sha xitoylik investorlarni ham shu tekstil sohasida yana keyingi qadamlarga o'tish, ya'ni muhtaram prezidentimiz aytgandek, xomashyodan to tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayonni qamrab olish maqsadida tekstil korxonalari bilan shartnoma imzoladik. Bundan tashqari hozirgi kunda jadal bilyapmiz, davlatimizda, yurtimizda qurilish ishlari juda jadal amalga oshirilmoqda. Xuddi shunday nanotexnologiya deymiz, endi yangicha uslubdagi qurilish
mahsulotlar ishlab chiqarish loyihalari bilan ham kelishuvga erishildi. Bundan tashqari yana Korla shahrini, Shinjon provinsiyasining Korla shahrini 30 dan ortiq delegatsiyalari bilan uchrashdik va ular 25-noyabr kuni o'sha delegatsiya tadbirkorlardan iborat bo'lgan delegatsiya 30 dan ortiq delegatsiya tarkibiga ega bo'lgan delegatsiya Guliston shahrimizga kelib, Sirdaryo viloyatidagi islohotlarni o'z ko'zlari bilan ko'rib va u yerda yana qo'shimcha loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirganmiz. Sizga rahmat kattakon, vaqt ajratganingiz uchun, bizga e'tibor berganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Katta rahmat sizlarga ham, salomat bo'linglar. Rahmat. Guliston shahar hokimligiga ochiq eshiklar kuni munosabati bilan tashrif buyurdik. Lekin hokim o'rinbosarlarimiz joylarida emas va ularning oldiga borib suhbatni davom ettiramiz. Hokim o'rinbosarlarimiz hududlarga tarqab ketganligi sababli ularning yonlariga borib turib suhbatimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Sanjar aka to'rga keldik. Assalomu alaykum Sanjar aka. Sizga bir nechta savollar bersam. Bilamiz, siz Xovos tumanidan o'tkazilgansiz. Nima deb o'ylaysiz? Tumanda mas'uliyat og'irroqmi yoki shaharda? Avvalambor hamma ishda mas'uliyat bir xil bo'ladi, yuklatilgan vazifalar. Lekin ish jarayonidan kelib chiqadigan bo'lsak, Guliston shaharda qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Tumanda ham ko'p, lekin baribir shahar qisman boshqacharoq. Boshqacharoq, mas'uliyat kattaroq. Da. Tushunarli. Shaharga kelganingizdan beri hammaga ayon shaharda juda ham ko'plab ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Siz o'z bor g'ayratingizni ko'rsata oldingizmi? Yo'q, halicha ko'rsata olganimiz yo'q. Bu avvalambor muhtaram prezidentimizni va prezidentimizning komandasida bo'lgan Erkinjon Qo'tayevichning topshiriqlari ijrosini ta'minlab turibmiz. Hali biz o'zimizdan bir g'ayratimizni hali ko'rsata olganimiz yo'q. Qilingan ishlarni davom etkazyapmiz. Rahmat kattakon. Va yana bir savol bilan sizga yuzlansam, demokratik ko'p rahbarlar demokratik davlatda yashab turib ham o'zini ishchilarini, ya'ni xodimlarini yarim tungacha ushlab turishadi ish vaqtida. Siz bu narsaga qanday qaraysiz? Avvalambor har bir sohani o'zini kodeksi bo'ladi. Mehnat kodeksini buzish bu har bir rahbarni nima deydi? Qonunni bilmaslik, bu jazodan ozod qilmaydi. Albatta men bunga qarshiman. Majburiy mehnatga bunday rahbarlarni to'g'risi o'zlari uchun xulosa chiqarib olish kerak. Va sizga so'nggi savolimni bersam, bu davlatga va mana shu davlatning xalqiga o'zingizda bor yana nimani bergan bo'lardingiz? Zero siz vaqtingizni berib bo'ldingiz. Shu vatanimiz uchun, davlatimiz uchun to'g'risi jonimni bergan bo'lardim. Xalqimizga fidoyi bo'lib xizmat qilishga, mana oldimizda hozir qishlik kunlari yaqinlashmoqda. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik jarayonida har xil muammolar, boshqalar kelib chiqadi. Shularni sidqi dildan uxlamasdan ishlashga tayyormiz. Rahmat kattakon, sizga o'xshagan xodimlarimiz ko'paysin va sizga kattakon minnatdorchilik bildiramiz.